Ko'chadagi BYD G2 ni motorlarini sochib bo'lding. G'ulom, nima bo'pti bunga? Ma'lumotini berchi. Bu mashinada elektronik motoriga antifriz o'tib ketgan. Ko'rish mumkin, hamma yoq zanglar. Yakir bilan obmochka orasiga zang yig'ib, motor aylanmay qo'ygan. Shuning hisobiga mashina yurmay qolgan. Hozir endi buni qatdan trisheyna bo'lgan yoki qatdan bir pechka bo'lib antifriz o'tganini qidirib topib, baholish chiroyli qilib bitirib yuraveramiz. Xo'p. Agarda mana shunaqa vaziyatda oldini olish uchun nima qilish kerak? Birinchi ochotda antifrizni yaxshisini qo'yish kerak. O'ziga pishadigan antifrizni qo'yish kerak. Har xilni quyib olish kerak emas, to'g'rimi? Sababi har xil kachifasi yaxshi bo'lmagan antifrizlar tuz yig'ib, orada pechka berish mumkin yoki gazli proklatkalarni ko'tarib olish mumkin. Motorni suv o'tib ketib qoladi. Ikki antifrizni yomon bo'lsa vaqtida azdirib olish kerak bo'ladi. Rahmat ma'lumot uchun. Endi xudo xolasa buni polning ichini obmotkalarini, zanglab ketganlarini tozalab, inshaalloh mana shunaqa mashina yuradigan qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga chiqaverasizlar. Bunaqa mashinada bunaqa holatgacha zanglab yuradigan holatgacha kelib qolmasin, qarab yuringlar. G'ulomjon aytganidek, antifriz dalikka qo'shilami, o'zini originalini dalikka qildiringlar. Boshqachasini quyib yormanglar. Bizda o'zini original antifrizlari bor edi, qolgan bo'lsa. Tak. O'zini BYD original antifrizi mana xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Graduslarni ham ahamiyat bersanglar 108 gradus, 40 gradusdan 108 gradusgacha bo'ladi. Xullas, mana shunaqa original antifriz quyinglar, aralashtirib olmanglar. Bu ham yo aralashtirgan, qayerdadir yo brak pechka bo'lgan.